Yer sharimizda asosiy energiya manbai ona sayyoramizdan 150 million kilometr uzoqlikda porlab turgan quyosh hisoblanadi. Undan kelayotgan nurlar yerni isitib, butun hayot uchun zarur energiya manbaiga aylanadi. 20-asrga kelib, ilm-fan va texnologiyalarda erishilgan yutuqlar odamzodga quyosh energiyasini yer sharoitida yaratish mumkinligini ko'rsatdi. Termoyadro sintezi nomini olgan bu jarayon insoniyat kelajagi uchun eng ishonchli va istiqbolli manba sifatida qaralmoqda. Yaxshilab joylashib olinglar, bugun quyosh kuchini jilovlash bo'yicha amalga oshirilgan tajriba va izlanishlarni ko'rib chiqamiz. asr boshida fiziklar atom tuzilishini o'rganish jarayonida juda ko'plab tajribalarni amalga oshirishdi. Bu tajribalar olimlarga juda katta miqdorda yangi ma'lumot berdi va atomning barcha qismlari to'liq o'rganib chiqildi. Radioaktivlikni kashf etilishi bo'lsa, Einsteinning mashhur tenglamasi bilan birga atomlarda kechadigan jarayonlardan ulkan energiya olish mumkinligini ko'rsatdi. Ana shunday tajribalardan birida britaniyalik fizik Francis William Aston atom massasi 1 gram bo'lgan 4 ta vodorod atomining birgalikdagi massasi atom massasi 4 bo'lgan geliy atomidan og'irligini aniqladi. Natijada u vodorod atomlari qo'shilganda bir qism massa yo'qoladi va u energiya sifatida ajalib chiqadi degan xulosaga keldi. Shu davrda olimlar yulduzlarda kechadigan fizik va kimyoviy jarayonlarni ham o'rganishni boshlashgandi. Chunki 20-asrgacha yulduzlar qanaq qilib bu qadar qudratli nurlanish chiqarishi hanuz sir bo'lib qolayotgan edi. 1920-yillarda bo'lsa, Arthur Eddington birinchilardan bo'lib yulduzlarning energiyasi yadro sintezi orqali hosil bo'lishini taxmin qildi. Bu g'oyani zamirida bo'lsa, butun olamdagi eng yengil va eng ko'p tarqalgan vodorod atomlarining qo'shilishi yotardi. Yulduz qa'rida ulkan gravitatsiya kuchlari ta'sirida yengil vodorod atomlari plazma holatiga o'tib, bir-biri bilan urilib, yadro sintezi jarayonini amalga oshiradi. Sintez natijasida bo'lsa, geliy yadrolari hosil bo'ladi. Bu jarayon katta portlash vaqtidan beri milliardlab yillar davomida har bitta yulduz ichida sodir bo'lib kelmoqda. Yulduzlarning yoqilg'isi to'liq yonib yo'q bo'lganda esa, u o'z holatini o'zgartirib, o'zi sintez qilgan geliy va boshqa atom yadrolarini butun koinot bo'ylab yoyadi. Lekin ungacha yulduz yadro sintezining asosiy reaksiyasi proton-proton zanjir reaksiyasini amalga oshirib nur sochadi. Bu reaksiyada vodorod atomlari bosqichma-bosqich reaksiyaga kirishib, tobora kattaroq, ammo beqaror yadrolarni hosil qiladi. Keyingi bosqichlarda ular ham bir-biri bilan qo'shilib, oxir-oqibat barqaror geliy to'r yadrosini vujudga keltiradi. Ammo bunday sintez reaksiyalari uchun ekstremal sharoitli, nihoyatda ulkan bosim va millionlab daraja harorat talab qilinadi. Lekin olimlar bunday sharoitsiz ham zarracha tezlatkichlari yordamida quyosh reaksiyasini o'rganishga urinib ko'rishdi. Natijada atom fizikasining otasi Ernest Rutherford boshchiligidagi Angliya laboratoriyalarida birinchi marta beqaror geliy 3 va tritiy yadrolarini sintez qilishga muvaffaq bo'lindi. 1930-yillarda Charles Critchfield va Gans Bethe yadro reaksiyalarini matematik modellarini yaratishdi. 1938-yilda bo'lsa, Gans Bethe yulduzlarning energiya manbaini fizik-kimyoviy asoslarini ilmiy izohlab berdi. Shu vaqtdan boshlab olimlar bilan birga butun insoniyat yadro sintezining ulkan qudratini anglay boshladi. Uni jilovlash bo'lsa, insoniyatning eng buyuk orzularidan biriga aylandi. Biroq olimlar oldida bir qancha murakkab masalalar bor edi. Chunki yadro sintezini amalga oshirishi imkonini beruvchi sharoit va qurilmalar mavjud emasdi. Quyosh markazida mavjud ulkan bosim va million darajali harorat bizning sayyoramizda tabiiy holda yuzaga kelmaydi. Shu sababli olimlar sun'iy ravishda bunday ekstremal sharoitlarni yaratish ustida tinimsiz izlanishlar olib borishdi. Har doimgidek bo'lgandek, bunday izlanishlardan xabar topgan harbiylar bu jarayonlarni ham qandaydir qurolda amalda tatbiq qilish g'oyasiga qiziqish bildirishdi. 1941-yilda Edward Teller termoyadro reaksiyasi uchun zarur sharoitlarni atom bombasini portlash jarayonida olishni taklif qildi va termoyadro bombasiga bag'ishlangan loyihani rahbariga aylandi. Natijada 1952-yilga kelib Ivy Mike
termoyadro bombasi portlatildi. Bu portlash insoniyat tarixida va yer yuzida muqobil energiya yaratgan ilk termoyadro sintezi bo'ldi. Ammo atom bombasini portlatib, sanoat va uy xo'jaliklari uchun elektr energiyasini olish fikri mutlaqo mantiqsiz edi. Portlash natijasida hosil bo'lgan plazma juda qisqa vaqt yashirdi. Shuning uchun fiziklar millionlab daraja issiq plazmani qanday qilib uzoq muddat mobaynida barqaror ushlab turish mumkinligi haqida bosh qotira boshlashdi. Natijada zaryadlangan zarrachalardan tashkil topgan plazmani magnit maydoni yordamida ma'lum bir hajmda ushlab turish mumkinligi aniqlandi. 1946-yilda ingliz fiziklari George Thomson va Moses Blackman elektromagnit kuchlariga asoslangan termoyadro sintezi uchun toroidal, ya'ni teshkulcha shakldagi qurilmalarga patent olishdi. 1950-yilda bo'lsa Sovet fiziki Oleg Lavrentyev Sovet ittifoqida boshqariladigan termoyadro sintezini amalga oshirishi ilmiy asoslarini birinchilardan bo'lib taklif qildi va boshqariladigan termoyadro sinteziga bag'ishlangan izlanishlarni boshlab berdi. Boshqariladigan termoyadro sintezi uchun magnit tuzoqlarni yaratish g'oyasi 1951-yilda amerikalik fizik Lyman Spitzer tomonidan ilgari surildi. Bunday qurilmalarga stellarator, ya'ni quyosh generatori nomini berdi. Spitzer nazorati ostida esa Matterhorn deb atalgan maxfiy loyiha ishga tushirildi. Xuddi shu vaqtda Sovet ittifoqida Igor Tam va Andrey Sakharov tokamak turidagi, ya'ni toroidal kamera va magnit g'altaklari bilan o'ralgan qurilmalar haqida ilmiy munozara olib borishdi. Natijada 1956-yilda Moskvadagi Kurchatov institutida bu turdagi qurilmalarni sinovdan o'tkazish ishlari boshlandi. Endi boshqariladigan termoyadro sintezini ilmiy tarafini ko'rib chiqamiz. Ekstremal sharoit yaratish birinchi navbatda atom tarkibidagi elektronlar va yadroni bir-biridan ajratish uchun zarur. Buning uchun gazni haroratini bir necha million darajaga yetkazish kerak. Lekin bunday issiqlikni hech qaysi material muqobil ushlab tura olmaydi. Shu sababli kuchli zaryadlangan plazma murakkab magnit maydonidan tashkil topgan tuzoqlar orqali ushlab turish g'oyasi asosiy deb qabul qilingandi. Stellarator va tokamak qurilmalarida bo'lsa, magnit g'altaklarini maxsus yasalgan qurilma devorlariga joylashtirish orqali murakkab magnit maydoni hosil qilinardi. Bu muammoga yondosh yana bitta masala bo'lsa, gaz aralashmasini million darajagacha qizdirish edi. Fizikada harorat atomlarning harakat tezligi bilan bog'liq. Shuning uchun gaz atomlarini nihoyatda katta tezlikka yetkazish zarur edi. 20-asr boshidan beri keng qo'llanilib kelayotgan zarracha tezlatkichlari bu masalada katta yordam bera olardi. Unda magnit maydoni plazma zarrachalarini ma'lum hajmda ushlab turar. Elektr maydoni esa ularni nihoyatda katta tezlikda harakatlanishiga sabab bo'lardi. Natijada termoyadro qurilmalarida elektromagnitlar markaziy o'rin tutdi. Mutlaq boshqa muammo termoyadro reaksiyalari bilan bog'liq bo'lib chiqdi. Chunki termoyadro sintezi uchun yaroqli 10 ga yaqin reaksiya o'rganilgandi. Yerda amalga oshirish mumkin bo'lgan reaksiya bo'lsa, vodorod izotoplarini sintezi deb topildi. Vodorodni deuteriy va tritiy izotoplari yuqori haroratda geliy atomini hosil qilishi yuqori energiyali neytronni ajrashga olib keladi. Natijada ajalgan issiqlik va neytronlar oqimi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun sarflanishi mumkin edi. Bo'lajak termoyadro qurilmalarini tamoyillari aniqlangandan keyin amaliy tajribalarga yo'l ochildi. O'tgan asrning 60-yillarga kelib bir qancha tajriba qurilmalari amalda ishga tushirilgandi. Lekin ularni ko'rsatkichlari olimlar xohlaganidek bo'lmadi. Plazma harorati million darajalargacha yetsa ham samarali sintez uchun yetarli bo'lmadi. Natijada bunday izlanishlarga kamroq mablag' ajratila boshlandi va olimlar boshqa yo'nalishlarga ko'proq e'tibor qaratishdi. Bu vaqtda Sovet ittifoqidagi tokamak turidagi qurilma misli ko'rilmagan natijalar ko'rsatishni boshladi. Sovet olimlari plazma haroratini 11 milliondan yuqori darajagacha ko'tarishga muvaffaq bo'lganliklarini e'lon qilishdi. Boshqa jahon olimlari bo'lsa, bu xabarga ishonishmadi va natijalarga shubha bilan qarashdi. Sovet olimlari bo'lsa, ingliz hamkasblarini Moskvaga chaqirib, o'zlarini o'lchov asboblari bilan birga plazma haroratini tekshirishni taklif qilishdi.
1968-yilda bu tekshiruvlar Kurchatov laboratoriyasida amalga oshirildi va sovet olimlarini e'lon qilgan natijalari rostligi aniqlandi. Angliyalik olimlar plazma haroratini 11.600.000 darajagacha ko'tarilganini tasdiqlashdi. Ushbu natija butun dunyodagi olimlarda nazorat ostida amalga oshiriladigan termoyadro sinteziga bo'lgan qiziqishni qayta uyg'otdi. Davlat rahbarlari bo'lsa sintez ishlariga katta mablag' ajratishga qaror qilishdi. 1978-yilda xalqaro hamkorlik asosida dunyodagi eng yirik tokamak qurilmasi Intorni qurishga qaror qilindi. 1985-yilda Sovet ittifoqining genseki Mixail Gorbachov va Amerika prezidenti Ronald Reygan Inter o'rniga xalqaro termoyadro tajriba qurilmasini ITERni qurishni rejalashtirishdi. 2025-yilga kelib, Fransiya janubidagi Kadarash yaqinida qurilayotgan bu qurilma Yevropa va dunyoning eng yirik davlatlarini birlashtiruvchi loyiha sifatida faoliyat yuritmoqda. Hozirgacha qurilmaga 22 milliard dollar sarmoya kiritilgan va loyihani asosiy maqsadi plazmani 150 million darajagacha qizdirishdan iborat. Bugungi kunda stellarator va tokamakdan tashqari yana bir turdagi qurilmalar faol rivojlanmoqda. Video avvalida termoyadro reaksiyasini amalga oshirish uchun atom bombasini portlatish bema'ni ish deb aytib o'tgandik. Ammo bu g'oya yillar davomida olimlarning xayolidan ko'tarilmadi va lazer texnologiyalari atom bombasini o'rnini bosib, yadro sintezini amalga oshirishga imkon berdi. Bunday qurilmada deuteriy-tritiy aralashmasi juda kichik nuqtaga siqiladi va kichik termoyadro portlashi sodir bo'ladi. Portlashdan ajalgan energiya bo'lsa, foydali ish uchun sarflanadi. Bugungi kunda bunday qurilmalarning samaradorligi deyarli 100% tashkil etmoqda. Boshqariladigan yadro sintezi insoniyat uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Avvalo, u hamyonbop va ommaviy energiya manbai bo'lishi mumkin. Neftdan farqli ravishda okean suvida deuteriy zaxiralari millionlab yillarga yetadi. Og'ir suvda ishlaydigan plutoniy atom elektr stansiyalarida ham ko'p miqdorda deuteriy hosil bo'ladi. Natijada dastlabki termoyadro sintezi uchun arzon yoqilg'i hozir o'zida mavjud. Bu bo'lsa, insoniyat uchun energiya tanqisligini keskin kamaytiradi. Atmosferaga zararli gazlar chiqishini va iqlim o'zgarish jarayonini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, deuteriy-tritiy aralashmasi samarali sintez yoqilg'isi hisoblanmaydi. Geliy 3 deuteriy bilan aralashishi bo'lsa, yanada ko'proq energiya ajralishiga olib kelishi mumkin. Lekin muammo shundaki, geliy 3 izotopi yer yuzida deyarli uchramaydi. Ammo u Yerning tabiiy yo'ldoshi Oyda keng tarqalgan. 21-asrda kim birinchi bo'lib Oydan bu gazni Yerga olib kelsa, misli ko'rilmagan darajada arzon energiya olish imkoniga ega bo'ladi. Shu sababli Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va Rossiya 2030-yilgacha Oyga odam jo'natishni rejalashtirmoqda. 20-asr boshidan beri fantastik hikoyalarni markaziy energiya manbai termoyadro sintezi bo'lib kelgan. Kosmik kemalar, uchar avtomobillar aynan termoyadro sinteziga asoslangan dvigatelda harakat qilgan. 21-asrga kelib, yadro sintezi nafaqat xom xayol va fantastika, balki haqiqiy quvvat beruvchi energiya manbaiga aylanmoqda. 2050-yillarda ITER birinchi energiya beruvchi qurilma bo'lishi mo'ljallangan. Undan keyin bo'lsa, demo loyihasida sanoat darajasida energiya yetkazib bera oladigan qurilma qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ham bir qancha mamlakatlarda termoyadro qurilmalari nihoyatda yuqori natijalar ko'rsatmoqda. Ular haqida albatta boshqa videolarda batafsil gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha